Qishloqdagi uyimizda edim. Otam zaldagi o'rindiqda o'tirar, menga jilmaygancha qarab turardi. Uni ilk bor shu holatda ko'rishim. Tabassumi o'ziga juda ham yarashgandi. Borib qo'lini o'pdim. U esa sochlarimni mehr bilan siladi. O'g'lim, bugunga qadar ish, ro'zg'or tashvishlari deya senga vaqt ajratishni unutdim. Bundan keyingi hayotimni senga bag'ishlashni istayman, dedi u. Keyin esa yonidan joy ko'rsatdi. Kel, o'tir, kel. Hayrat bilan otamni kuzatib o'tirardim. Uni ilk bor mana shunday xush kayfiyatda ko'rayotgandim. Barakalla o'g'lim, dedi u hol ahvolimni so'ragach. Oxirgi paytlarda juda yaxshi insonga aylanganing haqidagi xabarlar qulog'imga chalindi. Eshitib xursand bo'ldim. Bu orada onam ichkariga kirdi. Qachon qarama ko'zlariga yosh to'la bo'lgan onamning yuzlarida quvonch shulalari balqib turardi. Xush kayfiyatda bizni ichkariga taklif qildi. Adasi, o'g'lim kelinglar, nonushta tayyor. Otam bilan ichkariga kirib, biz uchun mehr bilan tayyorlangan ajoyib nonushtadan bahramand bo'ldik. Ota-onam menga xuddi qarab to'ymayotgandek tikilib turishardi. Onam, "Alloh sendan rozi bo'lsin, bolam", derdi tinmay. Otam esa indamay o'rnidan turib, ichkariga kirib ketdi. Men esa otamning ketishini istamay, "Ota! Ota!" dedim. Bor ovozim bilan chaqirishimga qaramay, otam meni eshitmasdi. Baqira-baqira uyg'onib ketdim. Ko'zimni ochganimda jonlantirish bo'limi xonasida yotgandim. Yonimda bir hamshira bor edi. Osma ukol qo'yayotgandi. Chidab bo'lmas bosh og'rig'i bilan nimalar ro'y berganini eslashga urinib ko'rdim. Nihoyat tunda giyohvand bolalar hujumiga duch kelganimni, yaralanganimni va shu sabab kasalxonada ekanligimni esladim. "Dahanbek, yaxshimisiz?" dedi hamshira. Uning ovozini eshitar, ammo javob bera olmasdim. Men tushunmagan yana qandaydir nuqtalar bor edi. Biroz o'zimga kelgach, hamshiradan nimalar bo'lganini so'radim. "Kecha oqshom bosqinga uchrabsiz. Oshqozoningizda jiddiy yara bor. 3 soat davom etgan operatsiyadan so'ng jonlantirish bo'limiga olindingiz. Hayotim uchun jiddiy xavf bormi haliyam? Sizni tashandiq maydonda topib olgan va bu yerga keltirgan zobitlarni duo qiling. Ular bo'lmaganda hozir davolanishda bo'lmasdingiz balki." Hamshiraning bu gapi meni o'ylantirib qo'ydi. Yana uyquga ketdim. Uyg'onib ancha o'zimga kelganimda eshik ochilib, qizini kasalxonaga olib borishga yordam berganim odam kirib keldi. U menga tabassum bilan qarab turardi. "Yaxshimisan?" dedi kutilmagan tashrifdan ajablanganimni ko'rib. "O'sha kuni kasalxonadan ketganingdan beri seni rosa izladik. Istanbulda qidirmagan joyimiz qolmadi-yu. Agar boshingga mana shu ish tushmaganda edi, ehtimol seni topa olmasdik. Tezroq tuzal. Gaplashishimiz kerak bo'lgan muhim masalalar bor." Oradan bir hafta o'tdi. Shifokorlar kasalxonadan chiqishi mumkin degan xulosaga kelishdi. Men hali ismini ham bilmaydigan, faqatgina kichik bir yaxshilik qilganim o'sha odamning mashinasida ketayotgandim. "Qolgan muolajani bizning uyimizda davom ettirasan", deb turib oldi u. Qalbimda ajib tuyg'ular, hammasi xuddi kinoga o'xshardi. Mashina ulkan bog'li hashamatli villa qarshisida to'xtadi. Bir necha kishining yordami bilan avtomobildan bazo'r tushdim. Qo'ltig'imdan tutib ichkariga olib kirishdi. Hayotimda ilk bor mana shunday keng zali bor uyni ko'rib turishim. Pastki qavatdagi xonaga kirdik. Ko'chada, xiyobonda, kulbada yashab yurgan menday bir odam uchun bu xona o'ta hashamatli edi. Qolaversa, juda nozik did bilan jihozlangandi. O'z-kun xonada yolg'iz qoldim. Kechga yaqin mashina urib yuborgan qizcha va otasi kirib kelishdi. Qizcha allaqachon tuzalib ketgan, avtohalokat izlaridan asar ham qolmagandi. "Qara qizim, bugun mana shu o'ynaqlab yurganing uchun mana shu akangdan qarzdorsan", dedi otasi unga. "Agar o'sha kuni u yordam bermaganida edi, balki bugun tirik bo'lmasding. Qani, bir rahmat aytamizmi?" "Rahmat", dedi qizcha shiringina bo'lib. Kulib, majorsiz qo'llarim bilan erkalab, sochlarini yengil to'zg'itgan bo'ldim. Otasi yonimdagi stulga o'tirdi. "Uka, yakka yagona qizimni qutqarib qolding. Sen bo'lmaganingda ehtimol o'sha payt shok holatidan tez chiqib keta olmasligim mumkin edi. Bu yaxshiligingni yerda qoldirishni aslo istamayman. Kasalxona darvozasi oldida aytgan gaplaring esa menga qattiq ta'sir qildi. Shunchalik ta'sir qildiki, odamlarim bergan pullarimni ham olmaganingni aytishdi. Ochig'i hayratda qoldim. Ichimda o'zimga o'zim
Pulni yaxshi ko'rmaslik uchun qanday inson, qanday ko'ngil bo'lishi kerak dedim. Hamma ham bunday qilavermaydi-da. Necha kunlardir mana shu haqda o'yladim. O'sha kuni sizga Alloh rizosi uchun yordam bergandim, dedim biroz xijolat bo'lib. Buyuk Robbim buning mukofotini menga bir necha barobar ziyodasi bilan berdi. Shuning uchun iltimos, o'zingizni mendan qarzdor deb hisoblamang. Shunday javob berishingni bilardim. Shuning uchun ham seni qo'ldan chiqarmasligim kerakligini angladim. Chunki sendek inson menga juda ham kerak. Yonimda bo'lsang, balki ko'nglim ancha xotirjam tortar. Hayotdagi eng katta muammom ishonchli odam topa olmasligimdir. Mana endi ketishni istasang ham qo'yib yubormayman. Shunday ekan, rad etishni xayolingga ham keltirib o'tirma. Seni shirkatimizning markaziy apparatiga ishga qabul qilmoqchiman. E'tiroz bildirmay taklifimni qabul qilasan degan umiddaman. Ha, aytgancha, mening ismim Iso. Ishdan so'z ochilgach, beixtiyor xayolimga otaxon keldi. Uni shunday tashlab ketishim yaxshi emas edi. Iso bey, shunda ham menga katta yordam qildingiz. Kasalxona xarajatlarini ham to'ladingiz. Bu ham yetmagandek, uyingizning to'ridan joy berdingiz. Shu bois sizga yo'q deya olmayman. Lekin hozir ishlayotgan joyim bor. Bir otaxon menga ishonib ancha suyanib ham qoldi. Uni yolg'iz tashlab ketishim to'g'ri bo'lmaydi. Siz bilan ishlashimning yagona sharti uning ruxsat berishi bilan bog'liq. Bu masalani u bilan gaplashsak, iltimos. Iso bey haydovchisiga qo'ng'iroq qildi. Mashinani eshik oldiga olib kelishni tayinladi. Keyin esa menga yuzlandi. Tur, ketdik. Kim ekan bu amaki, borib gaplashaylikchi. Uning qo'lidan tutib tashqariga chiqdim. Ostonada kutib turgan haydovchining yordami bilan mashinaga o'tirdim. Hayotimning eng xotirjam va huzurli damlari kechgan kulbam sari yo'l oldik. Ko'p o'tmay daraxtzorga yetib bordik. Qarasam, hamma tomon tikanli simlar bilan o'rab tashlanibdi. U yerdan chiqib novvoyxonaga bordik. Mashinadan yana haydovchining yordami bilan tushdim. Otaxon ilk ko'rgan kunimdagidek uzun kurak bilan nonlarni pech ichiga joylayotgandi. Ishga sho'ng'ib ketgani bois kirganimizni ham payqamadi. Amaki deganimdan keyingina ishdan boshini ko'tardi. Qayrilib qaradi. Menga boshdan oyoq razm solgach, "Nihoyat qaytibsan-da", dedi. Iso bey vaziyatga aralashdi va bo'lib o'tganlar, voqealarni batafsil aytib berdi. Xiyobonda yashashimni, bir kecha bosqinga uchraganimni, keyin bir hafta kasalxonada qolib ketganimni. Otaxon yosh to'la ko'zlari bilan menga tikilib turardi. "Demak, sen shuncha kundan beri xiyobondagi qorovul kulbasi yashading, to'g'rimi?" Javob bera olmadim. Otaxon bu vaziyatda o'zini aybdor deb hisoblayotgandi. Yana savolini takrorladi. "Demak, shuncha kundan buyon xiyobonda yotib yurarding, shunaqami?" Boshimni irg'adim. Oraga yana Iso bey qo'shildi. "Hoji ota, bu ahvolda u yoningizda ishlay olmaydi. Sizga va'da berganligini, shirkatimda ish boshlash uchun avvalo sizdan ruxsat olishim kerakligini aytdi. Agar izn bersangiz, bundan keyin men bilan ishlasa, nima deysiz?" Amaki chuqur xo'rsindi. U hamon diqqat bilan menga qarab turardi. Keyin apil-tapil ko'z yoshlarini artdi. Bu yigitcha o'z ishini yaxshi tushunmasdi. Qilgan xizmati ham menga yoqmasdi. O'zingiz o'ylab ko'ring, ishidan ko'nglim to'lmagan odamni yana qancha ishlatishim mumkin? Agar bugun ush taklifni aytmaganingizda edi, o'zim haydab yubormoqchi bo'lib turgandim. Bu ishga yaramadi u, olib ketaver. Otaxonning yoniga borib qo'lini o'pdim. Meni mehr bilan bag'riga bosdi. Keyin esa Iso beyga yuzlandi. "Menga foydasi tegmadi, balki senga foydasi tegib qolar. Vaqtni boy bermay tezroq olib keta qol." U shunday deb novvoyxona devori tirqishiga qo'lini suqdi va biroz pul olib menga uzatdi. "Ol shuni bolam. Amaki keragi yo'q. Menga qilgan yaxshiligingizni hali hech kimdan ko'rmadim. Buning badalini to'la olmay turgan bir paytimda qanday qilib sizdan pul olishim mumkin? Iltimos, olib qo'ying, iltimos." Otaxon asabiylashdi. "Hoy, menga qara bola. Shu kunga qadar yonimda ishlagan biror kimsaning bir chaqalik haqqini qoldirmadim. Endi senikini narigi dunyoga orqalab ketaymi? Ko'pam asabimni buzmay ol pulni." Menga namoz o'qishni o'rgatgan, ko'nglidagi barcha go'zallikni qalbimga yuqtirgan otaxon bilan nihoyat xayrlashayotgandik. Ostonadan xatlar ekanman, so'nggi bor unga boqdim. U ham menga qarab jilmayib qarab turardi. "Bolam, 5 kunlik bu dunyoda chin ma'noda yaxshi ko'rgan odamim kam bo'ldi. Ana shulardan biri sensan. Orada bir yo'qlab tursang, xursand bo'laman." Ayriliq ko'zdan yiroq bo'lish demakdir. Ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq.
Inson kimnidir har qancha yaxshi ko'rmasin, baribir kun kelib unutadi. Hech narsa, hatto muhabbat ham baribir ilk kundagi kabi bo'lmaydi. Boshqa manzillar, boshqa ko'ngillar yangi munosabatlarni quradi. Ortda qolgan xotiralarni esa eski javondagi kitoblar kabi chang bosadi. Ba'zan esa esga tushganda yuzi tabassum bo'lib bilqiydi. Mustahkam aloqalar esa yurakning tub-tubigacha tushib boradi. So'ng ko'z yoshga aylanib, mujgonlardan durday to'kiladi. Va lekin visol onida ham kishi avvalgi hislarni topa olmaydi. Chunki inson o'zgaradi, unutadi. Turli fikrlar olamida o'zini yo'qotadi. Tug'ilib o'sgan joyingning hasrati ham shunday emasmi? Esga tushganda go'yo yuraging bo'g'zingga tiqilib qolgandek bo'ladi. Bir kun jonu ko'ngildan sog'inganing o'sha go'shaga ham borasan. Biroq endi hech narsa avvalgidek emas. Chunki xotiralar mudom o'tmishning mulkiga aylandi. Endi sen sog'ingan u joylar yangi vaqt bo'shlig'ida tebranadi. Shu bois ham inson o'z izlaganini hech qachon topa olmaydi. Og'ir va mashaqqatli kunlarim ortda qolgandi. Endi meni to'kin va sokin hayot tarzi kutib turardi. Buni o'zimcha tusmollay olardim. Yo'lda ketar ekanman, Isobey, bir necha kun hordiq chiqarib, yaxshilab o'zingga kelib ol. Yashashing uchun alohida uy ham topib qo'ydim. Seni o'sha yerga ko'chiramiz. Ishonib topshirganimiz lavozimda ishlaysan, xo'pmi? Xo'p, afandim. Villaga qaytgach qiladigan ilk ishim tahorat olib ibodatlarimda bardavom bo'lish edi. Chunki bunday hashamatli va to'kin hayotda nafsim hakalak otib, osonlikcha aldab qo'yishi va yana eski holimga qaytarish uchun har tomondan hujumga o'tib, qalbimda endi kurtak ochayotgan go'zal tuyg'ularimni ildiz-pildizi bilan qo'porib tashlashi mumkin edi. Aqli solim inson sifatidagi eng asosiy ishim uning bu o'yinlarga taslim bo'lmaslik. Uning g'olib bo'lishiga yo'l qo'ymaslikdir. Kech tushgach xonaga notanish bir ayol kirib keldi. Egnida xizmatkorlarga xos odmi ko'ylak, ko'z qiri bilan qarab u tomon burildim. "Dahanbey, ovqat tayyor. Isobey sizni oshxonada kutmoqda", dedi. O'rnimdan turib oshxona tomon borar ekanman, Isobeyning baqir-chaqir ovozi eshitildi. U kimgadir jahl qilayotgandi. "Kerak bo'lsa, ertalabgacha qolib bu ishni bitiringlar. Hazillashayotganim yo'q. Xoqon, nega meni buncha qiynaysan? Sen aytganimni qil." Eshikni ochib, asta ichkariga kirdim. U yerda Isobey va qizchasi bor edi. Bo'sh joyga o'tirdim. "Yaxshimisan, Dahan?" "Rahmat, ancha yaxshiman. O'zingni yaxshi his qilayotgan bo'lsang, ertaga seni shirkatga olib bormoqchiman. Nima ish qilishingni o'sha yerda o'ylab ko'ramiz." "Mayli, afandim." Bu orada Isobeyning telefoni yana jiringladi. Qo'ng'iroq qilgan bosh menejer edi. U bajarilishi kerak bo'lgan qandaydir ishning imkoni yo'qligini aytar. Isobey esa nima qilib bo'lsa ham bu ishni bitirish zarurligini uqtirardi. U asabiylashib goh o'rnidan turib ketar, goh joyiga kelib o'tirardi. Hatto orada shu qadar g'azabga mindiki, telefonni o'chirib qo'ldagi sanchiqni stolga otdi. "Kechirasan, asabiylashib ketdim", dedi xijolat tortib. "Shirkatimiz juda katta. Afsuski kishi bir o'zi boshqarishda qiynaladi. Tunisga jo'natilishi kerak bo'lgan mollar bor. Tayyorgarlik ko'ringlar desam, ayrim xodimlarimiz javob so'ragan ulgura olmaymiz deydi." Bu payt oshpaz idishlarga ovqat suzayotgandi. Cho'mich bilan sal ko'proq ovqat solganda Isobey tutaqib ketdi. "Parhez ekanini bilmaysanmi? Nega buncha ko'p solding?" Men guvoh bo'lib turgan bu holat uyimizdagi vaziyatni esga solib yubordi. Otam ham ko'pincha xuddi shunday qilardi. Afsuski, inson ko'ringanidek bo'la olmaydi. Kechagacha yaxshi inson deb o'ylab yurganim bu odam jahli chiqqanida tamoman boshqa odamga aylanib qoladi. Shuning uchun ham ilk taassurotga aldanmaslik zarur. Kechki payt villa bog'iga chiqdim. Olislardan ko'm dengiz ko'zga tashlanib turardi. Chag'alaylar havoda charx urardi. Bog'da o'nlab turdagi gullar bor edi. Egilib yaqindan boqdim. Gulbaklar ustida o'nlab asalarilar uchib qo'nib yurardi. Yanada sinchiklab e'tibor qaratdim. Gullarning shundoqqina ostida esa boshqa bir dunyo manzarasi hokim edi. Yuzlab chumoli bittadan don olib qayoqqadir ketib borishardi. Gullarga yanada pastroq egilib qaradim. Ularda yaproq biti deb nomlangan mayda hasharotlar yashayotganligini ko'rdim. Inson ham shunday kun kechiryapti aslida. Ilk qarashda ko'zga tashlanmagan narsalar sinchiklab nazar solsang, albatta ko'rinadi. Odam bolasini tanish uchun uning zohiriga emas, ichki dunyosiga boqish kerak.
Villaning shundoqqina pastida kitob do'koni bor ekan. U yerga borib, hadislar to'plamini sotib oldim. Endi eshikdan chiqayotganda ko'zim Qur'oni Karimga tushib qoldi. Hadislarning o'zi kamlik qiladi. Allohning kalomini ham olishim kerak. Xonamga kirib mutolaaga sho'ng'idim. O'qigan sayin o'zim uchun yangidan-yangi narsalarni kashf etardim. Ajab, men to'g'ri deb bilgan shunchalar ko'p yanglishlar bor ekanki. Borgan sari qalbim yumshar. Ayniqsa jannat go'zalliklari haqida o'qiganimda hayajondan bir joyda tura olmay qoldim. Jahannam tasvirida esa qo'rquvdan tuklarim naq tikanga aylandi. Ota-onamga qilgan nohaqliklarim yodimga tushdi. Shu holimda jannatga kira olamanmi, yo'qmi yolg'iz yotganga ayon. Chunki ota-onamga itoat etmadim. Ularga nisbatan hurmatsizlik qildim. Hali o'zim uchun yakun xayrli bo'lmasligini bilmay turib, ota-onamning oqibati uchun ham qayg'ura boshlagandim. Ularga yordam berishim, ular bilan ko'ngil bog'imni birlashtirmog'im shart. Albatta, duolarini olishim kerak. Bir yo'lini topib ota-onamni rozi qilishim darkor. Ertasi kuni Isobey bilan birga ish shirkatga bordik. Firma motor parchalarini ishlab chiqarib, eksport qilishga ixtisoslashgan ekan. Isobey menga katta ishonch bilan qarayotgandi. Shu bois ham oddiy lavozimda ishlashimni istamadi. Shirkatni boshdan oyoq aylantirib chiqqach, xonasiga boshladi. Dahan, bu shirkatga juda ko'p foydang tegadi degan umiddaman. Odatda biror qarorga kelishdan oldin 1000 marta o'ylab ko'raman, ammo bu safar bir istisno bo'lsin. Shu bois senga hali hech kimga aytilmagan bir taklifni bermoqchiman. Ehtimol menga sen qanaqa odamsan o'zi? Umuman tanimagan, ishni eplab ketish ketmasligi ham dargumon bo'lgan bir odamga bunday lavozimni qanday qilib topshirasan, deyishlar ham mumkin. Ammo qaror qabul qilish huquqi menda. Isobeyning gaplarini diqqat bilan tinglab turardim. Senga shirkat bosh direktor yordamchiligini taklif qilaman. Ochig'i hayratda edim. Hayotimda ilk bor menga ish emas, yuqori lavozim taklif qilinayotgandi. Robbim, sen qanchalar ham buyuksan. Kechagina ish izlab yurganimda meni hatto quvib solishgandi. Endi esa mana shunday katta bir shirkat eshiklarini ochib beryapsan. Bugun kelib yo'q bosh direktor muovini bo'lib olish bu yerda uzoq yillardan beri mehnat qilayotganlarga nisbatan ham nohaqlik bo'lardi. Shu bois ham Isobeyning taklifini rad etdim. Isobey, bu taklifingiz men uchun haddan ortiq og'irlik qiladi. Ming afsuski, uni qabul qila olmayman. Dahan, sen hozir qanday imkoniyatni qo'ldan chiqarayotganingni bilasanmi? Afandim, siz aytgan lavozimga men o'z mehnatim bilan munosib bo'lgan holda kelishni istayman. Yaxshi. Isobey bosh menejerni chaqirdi va meni eksport qilinadigan mollar ro'yxatini tuzishga mas'ul etib tayinladi. Bosh menejer bilan birga Isobey aytgan bo'limga bordik. Ichkarida 4 kishi ishlardi. 2 qiz, 2 yigit. Ularga salom berib, bir chetda bo'sh turgan stolga borib o'tirdim. Bosh menejer chiqib ketdi. Meni kuzatib turgan ishchilar esa xayrli bo'lsin deyishdi. Ularga ishga oid hali hech narsani bilmasligimni aytdim. Bu bo'lim har kim uchun ochiq ekanini va har qanday masalada yordam berishga tayyorliklarini bildirishdi. Shunday qilib, yangi ish faoliyatimni ilk eshigi ochildi. Kechqurun Isobeyning odamlari men uchun ajratilgan uyga olib borishdi. Endi hayotimni shu yerda davom ettiraman. Ammo bu uyda meni yolg'izlik hissi qamrab oldi. Devorlar men esa devorlarga unsiz termilardim. Uzlat men uchun yo g'alaba bo'ladi, yo mag'lubiyat. G'olib kelishni istadim va borib tahorat oldim. Shom namozini xushu bilan ado etdim. Bora-bora bu uy men uchun huzur go'shasiga aylanib boshladi. Kunlar o'tib borar, oilamga bo'lgan sog'inchim tobora ortib borardi. Eng yomoni, ko'ngil chirpanchin bo'lgan umidlari so'ngan ota-onam o'zi istamagan hayotda yashashga majbur bo'lishgan edi. Qishloqqa qaytishni istamaganlari aniq, biroq ularga boshqa tanlov ham qoldirmagandim. Otamning telefon raqamini yoddan bilar, unga qo'ng'iroq qilishim ham mumkin edi, lekin eshitishim mumkin bo'lgan qo'rs javob meni bundan ham battar holga solib qo'yishi mumkin edi. Jur'atim yetishmasdi. Mana shu narsa hamon ularga qo'ng'iroq qilishimga to'sqinlik qilayotgandi. O'sha kun insonlarga yordam berish kunim edi. Ko'chadagi qog'ozlarni to'plab axlat qutisiga tashlar, kimdir biror ish qilayotgan bo'lsa borib yordamlashardim. Chunki odamlarga ko'mak qo'lini cho'zish meni ichimdan xushnud qilardi. Kichik bir xiyobonga borib chetroqdagi o'rindiqda o'tirdim. Yon tomonimda kimdir telefonda gaplashayotgandi.
Gaplashayotgan odam onasi shekilli, uni qattiq hurmat qilishi gap so'zlaridan sezilib turardi. "Xo'p bo'ladi onajon, siz xavotir olmang. Aytganlaringizni olib boraman. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin." Yana ota-onam hayolimga keldi. To'g'risi, o'zimni yaxshi his qilmayotgandim. Bu hasrat bir kuni meni adoyi tamom qilsa kerak. Ota-onamning qo'lini o'pgan, ularning ko'ngli roziligini olgan kunim bu dunyoning eng baxtli odamiga aylanaman. Bu orada azon aytildi. Sado yangragan tomonga qarab yurdim. Tilda duo bilan masjidga yo'naldim. Kiyim do'koni oldidan o'tib ketayotganimda kutilmaganda qayerdandir oyog'imga shaloq etib naq bir chelak suv to'kildi. Hayrat bilan shoshib atrofga qaradim. Sal naridagi eshik bo'sag'asida go'zal bir qiz nimalar qilib qo'ydim-a degandek hijolat bilan qarab turardi. Qo'lida esa jinoyat quroli chelak. Bechora tinmay uzr so'rar, ichkaridan esa kulgi sadolari eshitilardi. Rostdan ham sizni ko'rmay qolibman, kechirasiz. Bir unga, bir oyog'imga qaradim. Ko'pikli suvdan shalabbo bo'lib ketgan boshmog'im kulgili ko'rinardi. Kulib yubordim. Bechora qiz dovdirab nima deyishini ham bilmayotgandi. "Iltimos, meni kechiring. Kiyimlaringizni ham rasvo qildim-a?" "Yo'q, hech qisi yo'q", dedim u oyog'imni qoqib masjidga qarab keta boshladim. Negadir ich-ichimda ortga o'girilib qarash istagi tug'ildi. Lekin o'zimni tutdim, qaramadim. Jomaga borgach paypoqlarimni yechib yalang oyoqda namoz o'qidim. Qalbimda g'alati bir hisning otashi yona boshlagandi. Masjiddan chiqib yana kiyim do'koni tomon yurdim. Aybdor qiz eshikdan tashqariga qarab turardi. Meni ko'rdi-yu, uyalib ichkariga kirib ketdi. Uzoq yillardan buyon ilk bor o'zimni bunchalar yaxshi his qilayotgandim. Go'yoki hayotimga bahor kirib keldi-yu, kunga boqarday yashnab ochildim. So'ng hayotimga birdan rang kirganday bo'ldi. Hech kim yo'q tepalikka chiqdim. Og'zim quloqimda edi. Qiblaga qarab o'tirdim. Qo'llarimni ochib duo qildim. "Yo Rabbim, bugun qarshimdan chiqqan shu qizni o'zingdan pok niyat bilan so'rayman. To'g'ri, uni hali tanimayman, hatto kimligini ham bilmayman. Men haqimda qanday fikrda ekanini da o'ylab ko'rganim yo'q. Biroq men biladigan bir narsa bor. Sen qulingni o'zidan ko'ra yaxshi bilguvchisan. Xayrli bo'lsa agar, uni menga nasib et, yo Rabbim." Har narsa Allohning hikmati ekanini yaxshi bilardim. Ko'pikli suvning oyog'imga to'kilishida ham bir hikmat bordir. Bunga butun qalbim, butun borlig'im bilan ishonardim. Rabbim qalbimga mehmon qilib yo'llagan, yuragimni o'ynatgan ajib tuyg'uni his qilib turardim. Birozdan so'ng bo'lmag'ur fikrlarga berilib ketganimni angladim. Axir qiz unashtirilgan yoki oilali bo'lishi mumkin-ku. Sening esa yoningda hech bir yaqining yo'q. Bir dunyo gunohing bor xolos. Senga nega rozi bo'lsin-ki? Qalbimdagi xavotir borgan sari kuchayib, jiddiy tashvish uyg'ota boshladi. "Robbim, o'zing xayrlisini nasib ayla", dedim u qalbim eshigini vasvasalarga tamoman berkitdim. Chunki ayni damda xayolimga kelgan savollarga javob berishga qodir emasdim.